Men o'ylashim bo'yicha eng katta muammo bu aptekalar. 10 ta kishi tsit kasal bo'lsa, o'shandan bittasi erkak bo'ladi, 9 tasi ayol bo'ladi. Bir bilimsiz ko'pinchasida men aytmoqman, siz qaysi dedim, siz doktormisiz dedim. Men farmatsevtman. Sizga nima haqqingiz bor bunga antibiotik yozdirish? 50-yilda butun dunyoda 10 million odam o'sha antibiotik rezistensiyasi orqali o'lib ketadi. Uyaladi, bormaydi, etmaydi. Bu sekin-sekin sotsiopatiyaga keltiradi. Ikkinchi tayoqchasi bakteriyalar bizdan aqlli. Bu ayollar hech qayerga chiqa olmaydi, ko'chaga chiqa olmaydi, mehmonga bora olmaydi, uyaladi. Jamiyatdan qo'rqish yuradi. Har doim pampers kiyib yuradi, prokladkalar qo'yib yuradi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzuyimiz juda muhim. Ammo afsuski ko'p hollarda jamiyatda bunga taqiqlangan mavzu sifatida qaraladi. Bu urologik salomatlik. Ko'pchiligimiz urologga faqatgina juda shaxsiy muammolar yuzaga kelgandagina borish kerak deb hisoblaymiz. Lekin bu noto'g'ri. Shuni bilishimiz kerakki, urolog shunchaki vrach emas. U sizning nafaqat salomatligingizni, balki hayot sifatingizni ham saqlab qolishi mumkin bo'lgan mutaxassis. Bugun studiyamizda tajribali shifokor urolog Jamilov Jalol Jamolovich, Respublikaga ixtisoslashtirilgan urologiya markazi urologiya bo'limi mudiri. Doktor, tashrifingiz uchun rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Doktor, birinchi savolimiz, urolog o'zi kim va unga odatda qanday muammolar bilan murojaat qilishadi? Urologiya asosiy shug'ullanadigan ichki a'zolardan bu CD yo'llar hisoblanadi. Ham buyrak yo'llari, buyrak, CD-nay, qovuq, CD qovug'i, ham ichki erkaklarning jinsiy a'zolari. Endi shunaqangi holat hozir bordiki, urolog faqat erkaklarni davolaydigan mutaxassis hisoblanadi. Yo'q, bu noto'g'ri, chunki buyrak ayollarda ham bor, CD yo'llar ayollarda ham bor. Lekin shunaqangi oldingi paytda shunaqa bo'lganki, erkaklarda CD yo'llar va urug' yo'llari bitta joydan bo'lgan uchun urolog shu bilan ham shug'ullandi. To'g'risini aytsam, men ham shunaqa deb hisoblardim, faqat erkaklar uchun deb. Yo'q. Oxirgi paytda shunaqa bo'lib qoldiki, endi urologiyadan yana ajraldi andrologiya degan fan. Androlog degan hozir mutaxassis bor. Lekin buni har doim to'g'ri desam bo'lmaydi. Androlog ham urologiyani bilishi kerak, urolog ham shu andrologiyada qanaqa muammolar bo'lsa bilishi kerak. Lekin ayollar ko'pincha paytda uyaladi. Urolog degani faqat shu erkaklarning jinsiy kasalliklarini davolanadigan doktor deb hisoblaydi. Lekin o'sha CD yo'llar infeksiyasi yoki tosh kasallik, qanaqadir buyrakdagi qanaqadir yallig'lanish holatlar, bular ham hammasi shu kasalliklar bilan urologlar shug'ullanadi. Mana shunaqa uyalib, bekittirib, bizda shunaqa bo'ladiki, bir xil paytlarda erkaklarda shu jinsiy muammolar paydo bo'lsa, shu holatda shunaqa bo'lib qoldiki, oxirgi paytda. Mana biz endi baribir internet orqali, qanaqadir messenjerlar orqali bizga murojaatlar keladi, odamlar yozadi. Ayollar yozadi. Xo'jayinimni, erimda mana shunaqa muammolar bor. Nima qilsam bo'ladi? Yozasiz, eringiz o'zi yozsin, o'zi murojaat qilsin. Endi bilmayman, menimcha shu muammo nafaqat uyatda, erkaklarga juda qiyinda o'zini nima desam ekan, kasal deb hisoblanadigan. O'tib ketadi. Keyin o'zbeklarni yana bitta endi uni xafa qilgim kelmayapti, lekin haqiqatan bizning xalqimizda shunaqa bir odat borki, doktorga, vrachga, mutaxassisga уже yetib borganda, уже problema allaqachon asoratlangan holatlarga o'tganda, ana o'shanda murojaat qiladi. Ya'ni agar boraman desa, o'zini kasallik hisoblasa, o'ziga bo'lgan ishonch ham tushib ketadi, o'sha ma'noda ham. To'g'ri. Endi buni ham o'ydagilardan masalan saqlanib ko'rsatmay, agarda masalan endi yaqinlari bilib qolsa yoki yaqinlari yetib qolsa, hozirgi paytda ko'p tarmoqlarda ma'lumot juda ko'p. Internetni ochsangiz, hamma yoq reklama. Instagramni ochsangiz, menimcha qator doktorlar. Hozir informatsiya juda ko'p. To'g'rimi? Keyin o'qiydi odamlar. Shuning uchun qanaqadir endi oldingiday unaqa holatlar kamdan kam. Haqiqatan qanaqadir muammo bo'lsa, bir xil paytlarda muammo o'zi ham yo'q. Odam nima desam ekan, endi rus tilida gapirsak, trevojniy sindrom deyiladi-da. O'z-o'zida o'zi kasal topadi yoki o'ylaydi men kasalman deb. O'sha paytlarda ham masalan murojaat qiladi.
O'sha paytda ham eng unaqa qiyin masala shu erkakga shunaqangi ma'lumot berishki, shunaqangi siz uni ko'rganingizdan keyin uni o'z-o'ziga ishontirish ham qiyin. Yo'q, siz sog'siz, sog'lomsiz, kerak emas sizga hech narsa, hech qanaqa lecheniya kerak emas. O'zini o'zi qo'rqitib ishontirib. Da, endi bu intim holatda, shuning uchun bu narsa juda muhim. Hozir aytdingizki, ko'pincha sizga o'sha intim muammolar bilan ham murojaat qilishadi deb, o'zi shunaqa tushuncha bor, o'zi urolog intim muammolarni ham hal qiladi yoki faqat intim muammolargagina bir ixtisoslashgan vrach deb, o'zi bu qanchalik to'g'ri? Yo'q, bu noto'g'ri, chunki urolog ko'pinchasi endi men aytmoqchimanki, endi organik qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, yallig'lanish bo'lsa, qanaqadir anomaliya bo'lsa, qanaqadir endi urologiya ko'pinchasi bu xirurgik mutaxassis, operatsiya qiladigan holatlar bo'lsa, ana o'shanda urolog shug'ullanish kerak. Lekin qanaqadir intim muammolar bo'lsa, masalan, munosabatda muammolasi bo'lsa, hozir men aytgandim-ku, androlog degan doktor bor. Hozir oldin urologlar bepushttalik bilan ham shug'ullangan. Faqat urolog shug'ullanardi, erkak bepushttalik. Ular ham bo'linib ketishdi, reproduktologiya bo'lib. Ular masalan urologiya bilan shug'ullanmaydi, faqat bepushttalik bilan shug'ullanadi. Demak, avval o'sha urologlar imенно o'sha aytganingizdek boya andrologiyani ham bilgan, to'g'rimi? To'g'ri, andrologiya, reproduktologiya, ammo lekin bu fanlar ham juda rivojlanib ketgan. Hozir bitta odam masalan faqat masalan ham urologiyada, masalan tosh kasallik bor, infeksiya degan holatlar bor, onkologiya bor, urologichеский, anomaliyalar bor, operatsiya qilinadigan holatlar bor. Shu narsalarni ham olsangiz, yana bu bilan yana andrologiya bilan shug'ullanish, reproduktologiya bilan shug'ullanish, da, seksopatologiya bilan ham shug'ullanish kerak, bilish kerak bu tomonda. Bu bitta odamga juda oson emas. Hozir urologiyada ham hozir shunaqangi, endi hamma kasblarda shunaqa bo'lib ketgan, qanaqadir bitta o'rtacha mutaxassislik yo'q, u ham qaysidir mavzuni topib o'sha tomonlama zo'r spetsialist bo'ladi, lekin qolgan narsalarga unaqa e'tibor ham bermaydi, ishlamaydi ham, boshqa doktorga yuboradi. Misol, mana hozir oddiy mana poliklinikadagi urolog asosan qaysi ish bilan shug'ullanadi aynan? Asosan endi masalan ko'pincha bemorlar boradigan bu ambulator bemorlar. Bu bemorlar ko'pinchasi bu nima desam ekan, konservativ lecheniyaga loyiq. Bu infeksiya, siydik yo'llar infeksiyasi deymiz, jinsiy yo'llar infeksiyasi deymiz, tosh kasallik yoki qachondir operatsiya bo'lgan, masalan qanaqadir siyishda qanaqadir muammolar bo'lgan odamlar. Keyin endi qaysi kasallik masalan operatsiyaga ko'rsatqich yo'q kasallar, mana o'shalar asosiy o'sha yerga murojaat qiladi. Bularni endi umumiy urolog desa bo'ladi-da. Ular hamma muammolar bilan masalan qanaqadir o'rtacha darajada shug'ullanadi. Shaxsan o'zingizcha asosan qaysi o'sha urologiyani qaysi yo'nalishi bo'yicha misol ko'proq murojaat bo'ladi sizga? Men respublika ixtisoslashtirilgan markazda ishlayman. Bizga butun respublikadan, butun mana Toshkent, boshqa hududlardan bizga kasal keladi. Men o'tirib, men faqat shu bilan shug'ullanaman yoki bu bilan shug'ullanaman qila olmaymiz. Mana qanaqa kasal tushsa, shu kasal bilan shug'ullanamiz. Bu ham infeksiya bor, ham tosh kasallik, ko'pinchasi tosh kasallik. 75% hozirgi paytda urologiyada statsionarniy kasallar bular tosh kasallik bilan, siydik yo'llar tosh kasallik bilan murojaat qiladigan. Bular ko'pinchasi operatsiya qiladigan holatda keladi. Operatsiya qilinishi kerak paytda. Hozir shunaqangi bizda shunaqangi tendensiya ketdiki, mana butun dunyoda onkologist degan narsa bor. Onkolog deganida, onkolog bu ximioterapevt. Mana Yevropada. Bizda uro-onkolog bor, onkoginekolog bor, ichak kasalligi onkologi bor, отдельный, da. Chet elda unaqa narsa yo'q. Yevropada bunaqa narsa yo'q. Mana bo'yrayni saratoni deymizmi, urolog shug'ullanadi. Prostata saratoni deymizmi, qovoq saratoni deymizmi, urolog shug'ullanadi. Отдельно onkolog shug'ullanmaydi. Endi multidisiplinarniy holat bo'lgani uchun bu yoqqa ximioterapevt chaqiriladi, radiolog chaqiriladi-da. Bu konsiliumli kasallar.
lekin asosiy operatsiya qiladigan bu urolog. Shu aytganingizda sizga o'sha aynan insiy muammolar bilan ham murojaat qilishadi. O'sha paytda siz qo'lingizdan kelgancha o'ziz bilimlaringizdan bir maslahat berasizmi yoki yo'naltirasizmi boshqa bir vrachga? O'zi va shunday holatlarda o'zi urologga birinchi bo'lib murojaat qilish kerakmi yoki? To'g'ri. Mana oldin endi urolog bo'lganingiz uchun odamlar nima desam ekan, juda даже psixologik problemalar bilan sizga keladi. U o'ylaydiki, siz yordam. Siz ko'rib turibsizda, bu yoqda sekspatolog kerak. Siz tushunasiz, sizni bilimingiz ham yetmaydi, sizni vaqtingiz ham yetmaydi. Chunki bu odamlar bilan uzoq muddat ishlash kerak. Bu odamlar bilan masalan o'zi bilan ishlash kerak. Ayoli bilan ishlash kerak. Ayol kelgan bo'lsa, masalan, ginekologga bunaqa problem, bu ayol bilan erkak bilan birga ishlash kerak. Ya'ni bu jismoniy amaliyot emas, psixologik ko'proq. To'g'ri. Bu shunaqangi nima bo'lgan, masalan, bu bilan masalan operatsiya qiladigan, kunuzun operatsiyonida, kunuzun og'ir kasallar bilan shug'ullanadigan doktor shug'ullana olmaydi, to'g'risini aytsam. Andrologiya deganimiz ham masalan, endi andrologiya degani bu ham urologiya bilan juda yaqin-da. Chunki urologiyani bilmasdan andrologiya bilan shug'ullanmaslik kerak. Andrologiyani bilmasdan urolog ham bu narsalar bilan shug'ullanmaslik kerak. Chunki bu hammasi bitta anatomicheskiy joy. Siz men buni masalan buni androlog davolaydi, buni urolog davolaydi desa bo'lmaydi. O'zi urologik kasalliklar ko'pincha nimadan kelib chiqadi? Stress, noto'g'ri ovqatlanish, gigiyenaga rioya qilmaslik yoki shunga o'xshash omillar qanchalik ta'sir qiladi? Endi masalan, urologik kasalliklari bularni endi meditsinada bitta so'z bor, polietiologik deydi. Sababi juda ko'p. Bitta sababga bog'lanmagan. Bitta sababga bog'liq emas. Masalan, oddiy masala deyiladi, tosh kasallik deyiladi. Eng ko'p O'zbekistonda tosh kasallik. Fosfatli tosh deymiz, oksalatni. Ularning sababi infeksiya bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi bu ovqatlanish, suv masalasi. Biz aridniy zonada yashaymiz. Issiq juda. O'zi O'zbekistonimiz ham bir betartib. Nafaqat betartib. Masalan, mana achchiq siydik toshlar deymiz-da, shunaqa bor, shunaqa toshlar ham bor. Mochevой kislota deymiz rus tilida bo'lsa-da. Ular ko'pinchasi ko'p go'sht iste'mol qiladigan odamlarda bo'ladi. Moddalar siydida ko'payadi, chiqishi qiyin bo'ladi, tuzlar paydo bo'ladi. Bizlarnikilar bir xilla o'ylaydi-ku, men aytaman-da, tosh kasal. Yo'q, doktor, men tuz yemayman deydi. Odamlar o'ylaydiki, shu biza natriy xlor tuz bor-ku, o'sha tuzlardan tosh paydo bo'ladi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ayolardagi sistit haqida gaplashsak, ko'pchilik aytadi, bu ko'p sovuqda yurish yoki gigiyenaga rioya qilmaslik deydi. Ba'zilar deydi, shu jinsiy yo'l orqali o'tadi deydi. Bu to'g'rimi? Endi mana bitta qarang. Sistit degani bu o'tkir qovuq, siydik qovuq deymiz, siydik qopi deymiz ham. O'shani o'tkir yalg'lanishi. Asosiy sababchisi infeksiya. Sistit havodan o'tmaydi. Suvdan o'tmaydi. Jinsiy holatda desa bo'ladi-yu, nima uchun? Chunki asosiy sistitlardan 10 ta kishi sistit kasal bo'lsa, o'shandan bittasi erkak bo'ladi, 9 tasi ayol bo'ladi. Shunaqa statistika. Gigiyenaga rioya qilmas. Gigiyenaga emas. Bu anatomik holatga bog'liq. Chunki siydik yo'llar juda orqa teshikka, oyoqning orasiga juda yaqin joy. U yoqda har doim qanaqadir bakteriyalar bor. Asosiy bu ichak tayoqchasi. Sistitni 75% bu butun dunyoning statistikasi. 75%ni bu o'sha ichak tayoqchasi chaqiradi. O'sha qo'zg'atuvchisi bo'ladi. Ichak tayoqchasi degani ichakda yashaydigan bakteriya. Sizda yashaydi, menda yashaydi. Hamma odamlarda ichakda o'sha ichak tayoqchasi bor. Escherichia coli deymiz lotin tilida. Gigiyenaga rioya qilib yursangiz ham baribir bu degani 100% baribir oldini oladi. Endi men aytamanki, endi to'g'risini aytsam, bir xil odamlarcha umuman gigiyenaga rioya qilmaydi. Umuman. To'g'risini aytsam, haftada bir marta cho'milsa, u ham katta gap. Yoki bir xil erkaklar bor. U ham masalan gigiyenaga. Endi bu ham odamning tarbiyasiga bog'liq, yashash joyiga bog'liq, imkoniyatiga bog'liq. Lekin gigiyenani aytganimizdek, mana bizada defloratsionni sistit deyiladi. Mana
qiz bola erga teggandan keyin, turmush qurgandan keyin, jinsiy hayot boshlangandan keyin ana o'shanda tsis-tsit boshlanadi. Ungacha tsis-tsit bo'lmaydi. Nima? Yosh bola nima gigiyenaga rioya qiladimi har doim? Yo'q. To'g'rimi? Mana kichkina qizcha bo'lsa, 7 yoshli, 8 yoshli nima u har tualetga borganda borib to'g'rat qilib keladimi? Yo'q, lekin tsis-tsit bo'lmaydi. Lekin jinsiy hayot boshlangandan keyin tsis-tsit boshlanishi mumkin. Sovuq, stress, qanaqadir o'sha ovqatlanishda qanaqadir o'zgarishlar. Bu ikkilamchi emas, bu provokatsiya. Bor narsani o'sha bakteriyalar уже bor. Lekin o'sha paytda sovuqda qolib ketdi ayol deyiladi. Sovuq qoldi. Sovigandan keyin o'sha joyni masalan mahalliy temperaturasi pasayadi. Pasaygandan keyin bakteriyalar tez rivojlanib ketadi. Erkaklardan o'tmaydi. Jinsiy hayot boshlangandan keyin o'ta mexanicheskiy ichak tayoqchasi CD yo'llaga tushadi. CD yo'llaga tushib ichiga kiradi. O'tda 3 sm. Erkaklar nima tsis-tsit bo'lmaydi, kamdan kam bo'ladi. Anatomiyamiz boshqacha. Birinchidan uzoq, uzoq, oyoqning orasidan, orqa teshikdan ham uzoq, chunki asosiy bakteriya chiqaradigan joy o'sha. Uzoq. Ikkinchidan uretri juda uzun. U bakteriya tushib, u tepaga ko'tarilguncha siz уже 2 marta, 3 marta borib peshob qilib kelasizda, o'sha yuvib tashlaysiz. Xalqimizda shu o'zini-o'zi davolash bor. Nimadir kasal bo'lib qolsa, darrov shu antibiotik ichib, antibiotik har xil qabul qilib, bu qanchalik xavfli shu narsa? Voy, bu xavfli desa bo'lmaydi. Buni umuman qilmaslik kerak. Hozirgi paytda endi men o'ylashim bo'yicha eng katta muammo bu aptekalar. Ya'ni farmatsevtika rivojlanyapti, sotish kerak. Yo'q, farmatsevtika rivojlanyapti degani bu yangi dorilar chiqqan degani, yangi qanaqadir usullar chiqqan degani, deb mana shuni farmatsevtika. Hozirgi paytda bu biznes. Farma biznes deyman. Farm biznes desa bo'ladi. Farm biznes degan bu apteka. Hozir odamlar doktorga bormay aptekaga boradi. Nima ichiydi deydi. O'tda bir nima desam ekan, bir bilimsiz ko'pinchasida endi o'tirsa, o'rta muassasani bitirgan bola medbratmi yo medsestrami o'tiradi. Men buni iching, anuni iching, men buni iching deb ham plan qo'yiladi. Men aptekaga kirganimda shunday qarab turibman-da, aptekachi bemor keldi, ko'nib turibdi, burnim oqyapti deydi. Oddiy virusli infeksiya. Nima qilish kerak? Vitamin ichish kerak, uyda 3-4 kun yotish kerak, ko'proq suyuqli ichish kerak. Yaxshilab ovqatlanish kerak. 3-4 kunning ichida, masalan, eng ko'p bo'lsa 5-6 kunning ichida oddiy rinovirus infeksiya o'tib ketadi. Immunitetni o'zi o'tda antibiotik, birinchidan antibiotik bepoyda, virusli infeksiya antibiotiklar ularga ta'sir qilmaydi. O'sha yigit turibdi-da, menga nima berasiz? Unga antibiotik beryapti. Antibiotik, aptekar. Mana men buni ichib turasiz dedi. Men aytmoqman, siz qaysi dedim? Siz doktormisiz dedim. Men farmatsevtman. Sizga nima haqqingiz bor bunga antibiotik yozdirishga? Nima uchun? Chunki antibiotikni bizani aptekada borib bez retsept olsa bo'ladi. Retseptsiz olsa bo'ladi. Bunga taqiqni kim qo'yishi kerak? O'sha Sog'liqni saqlash vazirligi qo'yishi kerak. Davlat. Tizim bo'lishi kerak. Konkret. Agar masalan men chet elga boraman, o'ta chet elda kasal bo'lib qolsangiz, agar medstraxovkangiz bo'lmasa, kirib aptekadan siz antibiotik ola olmaysiz. Retseptsiz ola olmaysiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bizani turistlar chet elga ketayotganda chamodanida masalan dori olib ketadi. Chunki biladi, o'tda dorini sotib ola olmaysiz. Uning uchun oldin shifokor oldiga borish kerak, u sizga retsept yozib berish kerak yoki elektron retsept berish kerak. Siz borib o'sha elektron retsept orqali siz o'sha antibiotikni olasiz. Demak, antibiotiklarni paraparish iste'mol qilish bu katta xavf va buni davlat tomonidan qattiq taqiq qo'yish kerak. Agarda masalan buni aptekachi haqiqiy bilsa, men bilaman, hozir men bunga shu antibiotikni sotib olsam, hech qayerda yozilmagan, hech qayerda retsept yozilmagan, men sotib olsam, men bunga javobgar bo'laman desachi, ertaga bu sekin-sekin kamayadi. Antibiotik yozganda, endi siz ko'ryapsiz, haqiqatan kasallikda. Endi tsis-tsit bo'ldi deyiladi. Siz bilasiz, protokol bo'yicha antibiotik bor. O'sha antibiotikni siz yozasiz. Buni birinchi qadamli antibiotik deyiladi yoki birlamchi antibiotik desa bo'ladi. Lekin
bir xil paytlarda masalan mana bizani klinikamizga og'ir kasal tushdi. Biza surishtirsak, yo oldin u antibiotik olgan, bu antibiotik olgan уже necha marta. Biza ko'ryapmiz og'ir. Bu holatda biza o'sha antibiotiklarni yozishga protokol bo'yicha mumkin emas, noto'g'ri bo'ladi. Vaqt yo'qotamiz. Ta'sir bo'lmaydi. Da, og'ir holatda aytamiz, sepsis holatda deymiz yoki qanaqadir shu og'ir xirurgik holatda deymiz. Ana o'shanda biza o'sha zaxirali antibiotik desa bo'ladi-da yoki ikkinchi masalan qadam antibiotiklarni desa bo'ladi-da. U antibiotiklarni mana ikkinchi qadamli antibiotiklarni uni konsilyum holatda yozdirish kerak. Ikkita uchta doktor o'zini bo'yniga olib, mana shu antibiotikni yozdirishimiz kerak edi. Masalan, o'sha kasalxonani ichida aptekada u antibiotik bo'lmasa, faqat kommersiy aptekada bo'lsa, masalan, uni olish kerak, sotib olish kerak desa, u ham borib ikkita uchta retseptda, masalan, qanaqadir oddiy retsept emas, o'sha retseptda o'sha aptekar ham ko'rish kerak. Haqiqatdan holat og'ir, o'sha antibiotikni bularga sotsam bo'ladi. Mana oxirgi Covidni ko'ring. Nima bo'lgan? Endi mayli, masalan, og'ir holatda reanimatsiyada yotgan kasallarga men tushunaman, o'tda ikkilamchi infeksiya keladi. O'yda oddiy holatda o'tib ketayotgan Covid holatda, masalan, mana 20-21-yilda ko'rganmiz-da bunaqa narsalarni. O'sha ikkilamchi antibiotiklarni qilib yotishibdi-da. Nimaga keltirdi oxirida? Ko'p masalan bakteriyalar keyinchalik o'rganib, hozir o'sha narsalarga sezmovchilik ko'rsatadi. Immunitet tushib ketadimi? Yo'q. Resistentность degan narsa. Antibiotik resistent. Antibiotik. Bakteriya, men sizga mana ichak tayoqchasida to'g'risini aytganim, ichak tayoqchasi bakteriyalar bizdan aqlli. Bilasizmi? Hayotga, rivojlanishga, qanaqadir nima desam ekan, birovga yordam berishga. Bioplonka degan narsa bor, bilasizmi? Yoki biofilm deyiladi-da. Bu haqiqiy meditsinaning termini. Bioplonka degani bu hamma bakteriyalar mana antibiotik qilasiz, nima qilasiz, to'planib qoladi, bitta joyda yopishib turadi. Bir-biriga kuch berib. Bir-biriga kuch beradi. Ularning ichida даже kvorum bor. Plus bir-biriga yana informatsiyani tarqatadi. Mana bu antibiotik bizaga уже ta'sir qilmaydi. Mana sizlarga bitta gen, sizlarning keyingi masalan, sizlardan keyingi kelgan bakteriyalar o'sha genga nima bo'lsin, ega bo'lsin. U gen nima uchun kerak? U gen masalan, masha antibiotikka o'sha sezmovchilik ko'rsatadi. Va shu resistentnessni jiddiy bir xavfi nimada aynan? Ya'ni boshqa yana bakteriyalarni nima deydi? Kirib kelishinimi yoki mana aytaylik-da, mana shunaqa bakteriyalar organizmga tushdi. Mana hozir endi to'g'risini aytsam, mana hozir menda bitta bemor bor. MRSA degan narsa bor. MRSA degan meticillin resistentный stafilokok deyiladi. Bitta antibiotikka ta'siri yo'q. Minus deb chiqaryapti. Tonnalab antibiotik qilyapsiz, ta'sir ko'rmayapti. 50-yilda butun dunyoda 10 million odam o'sha antibiotik resistentness orqali o'lib ketadi. Nima uchun? Kasal tushadi, infeksion kasallik bilan tushadi. Sizga davolashga antibiotikingiz yo'q. O'sha boshqa antibiotiklarning keyinchalik kuchi yetmay qoladi buni. Kuchi ham yetmaydi ham, masalan, уже bo'ldi. Yoki ular keyingi bakteriyalar bo'linib yana o'sha mutatsiyalar qilib, keyingi antibiotiklarni ularga ham ta'sir qilmaydi. Demak, antibiotiklarga o'rganib qolish bu juda xavfli. O'rganib qolish emas, har doim ishlattirib o'rish. Ishlattirib o'rganganingizdan keyin bakteriyalar tez o'rganib ketaveradi. Mutatsiya bo'lib o'shanga moslashtirib, o'sha qanaqadir mexanizmlarni yana hosil qilib, yana ko'paytirib baribir. Hozirgi paytda aytishyaptiki, yangi chiqqan antibiotikni yashash muddati 10 yil. 10 yil. To есть yangi antibiotik chiqdi deydi. 10 yildan keyin unga ham katta bakteriya уже sezmovchiligi bo'lmaydi. Urologik kasalliklarni tabiiy vositalar, misol uchun har xil giyohlar bilan davolasa bo'ladimi? Bo'ladi. Endi bu ham nimaga hozirgi paytda bu masala paydo bo'ldi? U ham o'sha antibiotik alternativa bo'lishi uchun. Antibiotik kamroq ishlattirish uchun. O'sha nojo'ya qanaqadir ta'sirlarini kamaytirish uchun. Shuning uchun hozirgi paytda endi giyohli dorilar ham ishlatiladi. O'zi asli antibiotiklardan oldin ham ishlattirilardi. Bu giyohlarni o'z-o'zchalik
o'ylab chiqarishmagan. Bu ham qayerdandir kimnidir nimasi, tajribasi oldingi kitoblardan olingan, qayerdandir tajribali bo'lgan, masalan, antibiotiklar hali bo'lmagan holatda ana o'sha paytda o'shalar ishlattirilgan. Hozir bularga nima desam ekan, boshqatdan qanaqadir imkoniyat berildi, boshqatdan e'tibor berilyapti. Maqsad o'sha antibiotiklarni kamroq ishlattirish, profilaktikani qilish, o'sha retsidivlar bo'lmasligi kerak. Ammo lekin hozirgi paytda giyohlar ham ko'p. Aptekaga kirsangiz, bir to'da giyohlar turibdi. Bu CD yo'llar uchun, bu yurak uchun, bu miyez uchun, bu bunaqa narsa uchun, ichida masalan tarkibi ham yozilmagan. Lekin yozilgan, ha, mana mana shu narsadan uchun debdi. Lekin o'shani ham hozirgi paytda shunaqangi holat borki, uni ham ilmiy isbot bo'lish kerak tegidi. Uni tegida klinik isbot bo'lish kerak. Haqiqatdan, ha, mana shu giyohlar mana shu holatda ishlattiriladi. Nafaqat endi shu bekorga ichmasligi uchun-da. Hozirgi paytda bu o'sha tilla bosh, lubistok, rozmarin o'sha tarkibida bo'lsa, o'sha dorilar, o'sha CD yo'llar infeksiyada, tosh kasallik paytida, qanaqadir CD yo'llarda yallig'lanish holatda o'sha paytda ishlattiriladigan dorilar. Ularni tegida isbot bor. Shu masala. Shuning uchun unga ham masalan e'tibor berish kerak-da. Ha, deb uni ichib, buni ichib, anuni ichib, buni ich, bozorga borib anuni ol. To'g'ri. Urologga qachon albatta borish kerak? Misol uchun qanaqadir qaysi alomatlarni umuman inkor qilmasdan to'g'ri borish kerak urologga? O'g'il bola tug'ildimi? Bizda masalan bu endi uni pediatr ko'radi, lekin men har doim aytaman, o'g'il bola tug'ildimi, urologga ko'rsatish kerak. Bolalar urologimi, katta urologmi? Chunki ko'pincha anomaliya degan noto'g'ri rivojlanishlar ular bilinmaydi. Ko'rinmay qolishi mumkin. Shuning uchun mana tug'ilgan masalan o'g'il bola tug'ildimi, ko'rsatish kerak. Tekshirib ko'rish kerak. Kelajakdagi har xil narsalar. Keyin voyaga yetyapti deydi. Endi biza yoshligimizda voinkomatda, endi hozir ham voinkomat bor. Voinkomatda 14-15 yoshda hammani tekshirib chiqardi. U ham qanaqadir holatlar bor, qanaqadir kasalliklar bor, o'sha paytda bilsa bo'ladi, oldini olsa bo'ladi. Bildirilmaydi, og'rimaydi, hech qanaqadir problemalarni, qanaqadir muammolarni tug'dirmaydi. Lekin keyinchalik, masalan, o'shani oldini olsangiz, o'sha narsalar problem bo'ladi. Keyin 40 yoshdan keyin yilda bir marta urolog ko'rigidan o'tish kerak. Ayollarga ham masalan endi ular ginekologga borish kerak. U haqiqatan borish kerak. Urologga ham borsa, u ham yomon bo'lmaydi. U ham to'g'ri bo'ladi. Demak, hech qanaqa alomatlar bo'lmasa ham profilaktika sifatida borish kerak. Mana siz uyat to'g'risida gapirdingiz-da, masalan, bizda bitta ayollarda bitta kasallik bor-da, yosh katta ayollarda, yosh kattaroq bo'lgan ayollarda, bu sidonni tuta olmaslik. Uyaladi, bormaydi, etmaydi. Bu sekin-sekin sotsiopatiyaga keltiradi. Bu ayollar hech qayerga chiqa olmaydi, ko'chaga chiqa olmaydi, mehmonga bora olmaydi, uyaladi. Jamiyatdan qo'rqish yurishi. Har doim pampers kiyib yuradi, prokladkalar qo'yib yuradi. Lekin doktorga borsa, haqiqatan uni sababini topib, yordam bersa bo'ladi. Bularni o'sha nima desam ekan, hayotda sifatini ko'paytirsa bo'ladi. Shunaqa urologga borishga uyaladigan erkaklarga, ayollarga qanaqa maslahat berasiz? Uyalmaslik. Bizning doktorimiz. Biz ham o'sha bizani vazifamiz yordam berish. Bizani vazifamiz o'sha o'z paytida o'sha kasallikni aniqlab, yordam berib, yana bitta narsani aytmoqchimanki, kasallikni eng boshida masalan siz aniqlasangiz yoki qanaqadir belgilarga qarab, qanaqadir shubhalar bo'lsa ham, o'shani tekshirsangiz, uni oldini olsa bo'ladi yoki qanaqadir o'sha boshida boshlang'ich holatda uni qaytarsa bo'ladi. Mana onkologiya, butunlay dunyoda onkologiya profilaktikaga bog'liq. Genetik tahlillar qilishadi. Oddiy bitta UZI yoki KT qilishmaydi. Genetik holatda aytishadi-da. Yosh bola tug'ildi, o'sha paytda aytiladi. Mana bu bolada bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarni tekshirib yurish kerak. Yosh kattaroq bo'lsa ham mana shu narsalarni ko'rish kerak, tekshirish kerak, qarab turish kerak.
masalan demoqchi. Biz ham shunga kelamiz sekin-sekin. Endi bizda boshqa narsa bor. Bizda mentalnost degan narsa bor. Bizning xalqimiz oxirgi paytda yetib borib bir urologiyaga kirsangiz, bir kelsangiz ko'rsatadi. Har doim oxirgi kasallikning oxirgi bosqichida kelishadi. Endi hozir ko'pinchasi aytadi, bu moliyaviy tomondan puli yo'q, unisi yo'q, doktorga murojaat qilishga imkoniyati yo'q. Bo'lmagan gap. Oila ham shu holatda. Hamma narsasi bor, imkoniyati bor. Oddiy poliklinikadagi urologga ham hech bo'lmasa murojaat qilish kerak. Bo'ladi. Oddiy, bo'ladi. U uncha hozir katta, u ham uncha katta pul emas. Men aytmoqchimanki, даже imkoniyati bor odamlar ham. Doktor, ochiq, samimiy va juda muhim suhbat uchun sizga rahmat. O'ylaymanki, rahmat. bizni tomosha qilganlar o'ziga kerakli bo'lgan javoblarni oldi. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang, Repost O'zbekistonga obuna bo'ling va dolzarb mavzulardan xabardor bo'lib yuring. Ko'rishguncha.